Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlardan keyin juda ham ko'p savollarga javob beraman. Juda ham ko'p videolarimda qayta aytyapman. Qizlar 3 mahal ovqatlanamiz, qizlar shunaqa qilamiz deganimda ham baribir daskalarni tushuntirishga to'g'ri kelyapti. Chunki men tushunaman sizlarni, kimdir ishda, kimdir o'qishda, kimdir yana nimadir hayotida o'zini tashvishlari, o'y-fikrlari bo'lgani uchun ham unchalik e'tibor bermayapti. Shuni hisobiga men sizlarga yana bir marta to'liq, chiroyli qilib tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, kelinglar. Birinchi o'chirda qanday ovqatlanaman degan savolga javob bermoqchiman. Umuman olganda ertalab uyg'onamiz. Daftar ruchkalarni iltimos qilaman yoninglarga olinglar, chunki daftar ruchkasiz qiyin bo'ladi, yozib olishinglar kerak bo'ladi. Ozgina o'zinglar uchun harakat qilasizlar. Varroga oq varro bo'lsa, mana shu varroga o'zinglarga ertalab turaman, necha mahal ovqatlanaman qilib yozib olsanglar bo'ladi. Xo'p. Ertalab turaman, shundan keyin iliq suv stakanda iliq suv ichaman, iloji bo'lsa uzun stakanda bitta yoki ikkita stakan issiqdan iliqroq suv ichaman qizlar. Nima sababdan? Hazmni yaxshilaydi. Xo'p, undan keyin men zavtrak qilaman. Oxirgi paytlarda juda ham ko'p marta 2 mahal ovqatlanishga tushib qoldim va shuni hisobiga o't tufagimda tosh yig'ilish ehtimoli ko'payib, kasal bo'lib qolishni boshladim. Shuning uchun hech qanaqa doktorga bormaydigan odamlar shunchaki tekshirtirishlarsiz, hech qanaqa endokrinologga qon topshirmaydigan, analiz topshirmaydigan odamlar shunchaki 3 mahal ovqatlanib haqiqatda vес tashlasanglar bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Zavtrak qilamiz. Zavtrak qilish обязательно qizlar. Shart. Nima sababdan? Chunki agar zavtrak qilmasanglar, bitta qizimiz yozdilar, ertalab dieta qilaman, kech paytga borib qornim ochib qoladi. Qizlar, zavtrak qilmasanglar, zavtrak plotniy, to'yimli zavtrak qilmasanglar, kechga borib o'zimni ham ishtaham ochilib, narsalar yegim kelib, nimalar yegim kelib qoladi. Ichimdan shunaqa nimadir yesammigina, oshxonaga xolodilnikni ochib, bir nimalarni hidi burnilarimga, dimog'imga shunaqa shirin bo'lib tuyulib ketadi. Shuning uchun ertalab zavtrak qilamiz. Xo'p, davom etamiz. Suv ichib oldik, keyin zavtrak qilamiz. Undan keyin bo'lsa, soat 9da yoki 8da bitta o'tirishda zavtrak qilganimizdan keyin obedimiz soat 12 yoki 1da bo'ladigan bo'lsa, qizlar, o'shangacha perikus yo'q, hech nima og'ziga solish yo'q. O'g'lingiz yemagan ovqatni yeb qo'yish, yerga tushgan noshoni yeb qo'yish yoki mana bunaqa shokoladlar stol ustida tishlangan tursa, hidini kechadan beri yemayapman, hidlab o'tiribman. Mana shuni bir bo'lagi bo'lsa, shuni og'zimga sovaraman. Kecha bitta qizimiz aytdilar, soat 5da nima dedilar? Turshi yeb oldim. Turshini anaqa perikusga turshi yeb oldim. Sizga kim perikusga turshi yegin dedi, degim keldi. Keyin aytdim, ayb o'zingda kamola. Ayb oldin avvalo o'zingdan qidir. Sen oldin qizlarga tushuntirib bermading shu narsani. Shuning uchun oldin tushuntirib ber. Ana undan keyin sen so'raysan qizlardan, men sizlarga unaqa o'rgatmovdim-ku deysan, dedim. Va hech qanaqa tushunarli bo'lsa o'tlayman rosa. Perikus yo'q qizlar, perikus yo'q. Ertalab soat 9dami, 8dami bitta zavtrak qilindi, nonushta qilindi. Undan keyin soat 12gacha suv ichib yuramiz faqat. Qanaqa suv? Suv qanaqa bo'lishi kerak? Xohlasanglar iliq suv ichinglar. Xohlasanglar issiqdan sal iliqroq suv ichinglar. Kun sovuqda issiqdan iliqroq suv ichish ketadi, yaxshi. Organizmni yaxshi, metabolizmni yaxshilaydi, ya'ni ko'p marta tualetga bortiradi va bu degani ichinglarni tozalaydi degani. Lekin qizlar, muzdek suv ichish mumkin emas. Muzdek suv tanaga zarar va metabolizmni yaxshilamaydi. Sizlarga hech qanaqa foydasi yo'q muzdek suv. Men даже yoz issiq kunlarida ham o'zimga muzdek suv ichishga ruxsat bermayman. Chunki muzdek suv zarar. Iliq suv, har doim iliq suv ichiladi. Iliq suv. Yana bitta narsa, ertalab bomdodga turasizlarmi? Ertalab tualetga borasizlarmi? Borishinglar bilan muzdek suv ichib olish mumkin emas qizlar. Chanqab ketdim mumkin emas. Chanqasanglar ham iliqdan issiqroq suv ichinglar. Va zavtrak, masalan, shunaqa bo'lishi mumkin, shu savol keluvdi, esimga tushdi, yaxshi esimga tushsin deb aytdim.
masalan bitta qizimiz ertalab bomdodga turar ekanlar vohli o'shanda suv ichaman deydilar. Keyin ertalab soat 8da семейный hammamiz zavtrak qilamiz, o'shanda keyin zavtrak qilaman. Yo'q, masalan ertalab vohli turib suv ichdingizmi, soat 8da zavtrak qildingizmi yoki suv ichgansiz уже, keyin yana zavtrak qilyapsizmi, undan oldin ham suv ichasiz qizlar. Mana birinchi soat 5dami, 4dami, 6dami, 7dami zavtrak qildingizmi yoki bo'lmasam uyg'onganingizdan keyin suv ichdingizmi, ovqat yeyishingizdan oldin 3 mahalla o'zida ham alohida suv ichamiz qizlar. 1 stakan suv ichamiz, katta stakanda suv ichamiz, kichkina stakan bo'lsa 2 stakan suv ichamiz. Ana undan keyin salat yeymiz, свежий salat yeymiz. Undan so'ngra ovqat yeymiz. Ovqat nima yesak yeymiz. Va davom etamiz. Obedga keluvdik. Obedgacha suv ichib yurdik va hech nima og'zimizga solmadik. Perikuslar yo'q qizlar. Perikus yo'q. Va undan keyin obed qilib oldik. Obedda ham birinchi o'chirib mana 15-20 minut 1 soat oldin suv ichuvdik, bo'ldi, o'tirib olib obed qilmaymiz. Yana suv ichamiz. Mana stol ustiga o'tirdik obed qilish uchun. Birinchi yonimizda stakanda suv bo'ladi. Salatimiz va ovqatimiz bo'ladi. Yana suv ichamiz. Undan keyin salat yeymiz va undan keyin ovqatlanamiz. O'zi aslida men ko'pincha aytaman, 15 minut, 20 minut oldin suv ichib olish yaxshi deyman. Lekin o'zim ham bu narsaga amal qilmayman. Lekin sizlar amal qilsanglar foydali bo'ladi. Lekin o'zim 15-20 minut suv ichganimdan keyin yana kelib, imенно choy ichishimdan, ovqat yeyishimdan oldin suv ichaman. Va e'tibor bersanglar, men o'zi umuman ortiqcha, hayotimda umuman ortiqcha kofega, choyga, ko'k choyga o'tirib qolgan odam emasman. Hayotimda mana faqatgina to'g'ri ovqatlanish boshlaganimdan keyin faqatgina suv ichaman. Faqat suv. Suv, masalan, issiq choy ichkim keladi-yu, o'shani ham issiq kipitok ichaman, bo'ldi. Hech qanaqa dabavkalar solmayman. Qora choy, ko'k choy, kofe solmayman, ichmayman, umuman kategorически ichmayman. Organizmim tortmaydi, chunki uyimizda oldindan onam faqat termosda kipitok suv qilib, choy damlamasdan faqat kipitok suv ichib o'rgatganlar bizga. Kipitok suvni mazasi menga приятно tuyuladi, yaxshi. Ko'p suv ichsam qo'ynim ayniydi, bor gap. Lekin kipitok mazasi menga choy ichkim kelganda, nimadir ichkim kelib, unaqa narsa uyg'otmaydi. Masalan, ko'k choy ichdim, qizlar qora choy ichdim deyshadi, lekin agar ozayotganinglarda sizlarga iltimos qilardim, qora choydan ko'ra ko'proq ko'k choy ichsanglar yaxshi. Qora choy ichganinglarda yana insulinni ko'tarib yuboradi deb eshitganman, lekin bu haqida aniq ma'lumotga ega emasman. Nimaga desanglar, o'zim shu narsani qilmaganim uchun, o'zim shu narsani ishlatmaganim uchun yoki ichmaganim uchun bu narsa menga qiziq emas. Uyimizda ham ko'pincha hammamiz qaynagan suv ichamiz. Qaynagan suv, issiq kipitok ichamiz, dabavka qo'shmasdan. Yana kimdirlar termosga choy damlanadi, oq issiq suv damlanadi va kim kofe ichadi, kim choy ichadi, o'zini stakaniga damlab ichishadi, bo'ldi. Boshqa gap yo'q. Xo'p, yana nima demoqchi edim? Endi obeddan keyin ujinga keldik. Obeddan keyin, ovqat yeb bo'lganimizdan keyin, masalan, mana shu shokoladni yegingiz kelyaptimi? Turshi yegingiz kelyaptimi? Obedni kutasiz. Mana soat ertalab zavtrak qildik, soat 10da siz mana shu shokoladni yegingiz kelyapti. Mana shu shokoladni olib obedga olib qo'yasiz. Obed vaqti bo'lib dasturxon ustiga o'tirib obed qilaman deganingizda mana shuni ham qo'shib yeysiz, yegingiz kelayotgan bo'lsa. Lekin perikus qilish mumkin emas. Xayolingizga kelib qolgan paytda ovqatlanish mumkin emas. Obed o'tdi. Obeddan keyin yana suv ichib yuramiz. Oldingi videolarimda ham ko'p marta aytdim, qizlar, kunni birinchi yarmida, ya'ni ertalabdan obedgacha bo'lgan ichgan suvlarimiz ko'pincha tanamizga foydali bo'ladi. Obeddan keyingi ichgan suvlarimiz unchalik foyda bermaydi. Foyda beradi, lekin baribir kunni birinchi yarmida ko'proq suv ichishga harakat qilib olishimiz kerak, chunki mana zavtrakdan keyin 12-1gacha obedgacha bo'lgan payt eng zo'r vaqt. Va undan keyin obeddan keyin yana suv ichib yuramiz, mashqlar qilamiz, harakatlar qilamiz va soat oxirgi ujinimiz vaqti 18:00 gacha sizga bo'lgan bo'lishingiz kerak. Lekin bu degani qizimizga o'xshab soat 4da kefir ichib olib, 6da yana kefir ichib olaman degan narsa yo'q. Siz obedda soat 12da ovqat yedingiz, bo'ldi, shundan keyin faqat suv ichib yuruvdingiz. Undan keyin soat 5:30 yoki 5da ovqatlanish uchun 1 soat cho'zilib emas. 20 minut, yarim soat
bir piyola ovqatingiz bilan salatingiz bilan choyingizni yeyishingizga yetadi qizlar. To'g'ri, shoshib ovqatlanish kerak emas, chaynab yeyish kerak, lekin 1 soat o'tirib oldimizdan to'ldirib olib hamma narsa yeyish mumkin emas qizlar. Xo'p, yeymiz, kechqurungi ujinni tushundik va iloji bo'lsa qizlar kechqurungi ujinda iloji boricha yengilroq narsa yeyishga. Ertalab kunni birinchi yarmida ko'p e'tibor olmasligi. Nonni ertalab birinchi zavtrakda yeb olsanglar, bir bo'lak nonni, oq nonmi, qora nonmi, xohlagan noninglar bir bo'lakni yeb, qaymoq bilanmi, sariyog' bilanmi yeb olganinglardan keyin уже kun bo'yi mashqlar qilasizlar, yurasizlar, движение bo'ladi. Sizlar o'sha yegan kaloriyalarni yoqasizlar qizlar, ya'ni ketadi u. Lekin kunni obeddan keyin kechqurun, o'sha obeddan keyin deyapman, kechqurunda ujinda non yesanglar qizlar bez qotib qolishi mumkin. Shuning uchun ujinni yengilroq qilishga, ya'ni ujinni realni to'g'ri ovqatlanishga harakat qilinglar. Ya'ni agar mendan fikr so'rasanglar, men tovuq go'shti bilan, grechka bilan shunaqa yengil narsalar tavsiya qilaman, lekin yo'q unaqa narsa yemayman deydigan bo'lsanglar, shunchaki salat bilan bir piyla moshxo'rdami, mastavami, supli ovqatlar, sho'rvami nima bo'lsa bir piyla, kartoshkasidan ham bitta solib, bir piyla bilan salat, suv, bo'ldi, non qo'shmanglar. Ujinga iloji bo'lsa non qo'shmanglar, jon asallarim, shakarlarim. Xo'p, keyin yana bitta narsa bor qizlar. To'g'ri ovqatlanish degani bu srazi kefirga o'tib oldim, grechkaga o'tib oldim degani emas. Va bugun siz to'g'ri ovqatlanishni boshlayotgan bo'lsangiz, lekin kecha siz 10 ta somsalar, 15 ta somsalar qo'yib bersa yeydigan odam bo'lgan bo'lsangiz, siz postepенно bunga o'tasiz. Nimaga? Nimagaki qizlar, agar kecha siz 10 ta somsa yeb turib, bugun srazi kefirga o'tirib oladigan bo'lsangiz, tana stressga tushib qoladi. Ya'ni, deydi, bu deydi ovqat yemayapti, srazi deydi mana belimizdagi, mana qornimizdagi, sonimizdagi yog'larni, yig'ib qo'ygan yog'larimizni ketkazmaymiz, ushlab turamiz, favqulodda vaziyat, ovqat yemay qolishi mumkin, bizni bu yog'larni zapasga olib qo'yamiz deydi-da, bo'ldi, shu bilan vesinglar qotadi. Ana undan keyin sizlar stressga tushib yana yeyaverasizlar. Bo'ldi. Shuning uchun nima qilish kerak? Kecha 10 ta 15 ta somsa yeb yurgan, yog'li ovqatlar yeb yurgan odam bugun sekin ozgina ovqatini porsiyasini kamaytirib, uzoq 10 kunda, 7 kunda va 5 kunda bir pillaga keladi. Nonni bo'lsa kamaytirish uchun faqat zavtrakda yeb, agar ja bo'lmay ketsa obed yeyish kerak-da. Kechki payt iloji bo'lsa non yemaslik kerak va soat eng muhimiga yetib keting. Soat 6 dan keyin mana bu og'zimizni bundoq tikamiz va ertasi kuni ertalab soat 6 da zavtrak qilasizmi, 7 da zavtrak qilasizmi, 8 da zavtrak qilasizmi, o'shangacha og'zimiz yopiladi va iloji bo'lsa oxirgi suv ichishinglar soat 7 gacha, dorilaringlarni ichishinglar soat 7 gacha. Kimdir bosh og'rig'i, давление, qanaqa homilador bo'lsa qanaqadir dorilari bo'ladi, o'shalarni soat 7 gacha ichish kerak. Yotishdan oldin ichilgan dorilar, dorilar deyapman, suv ertalab sizlarni yuzinglarni, ko'zinglarni, ayniqsa ko'zdan bilinadi, shishka bilan, отек bilan uyg'onishinglarga sababchi bo'ladi. Tananglarda suv yig'iladi. Va yana bitta narsa, qizlar, agar ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, men o'zimni ratsionimga tuzlangan bodring, tuzlangan pomidorlarni o'zim yaxshi ko'rsam ham 3 kun, 4 kunda bir marta qo'shaman. Nega? Chunki sho'r narsalar qizlar, tuzlamalar tanada suv ushlab qoladi, ya'ni ves ketmaydi. Tanada suvlaringlarni anaqa sho'r bo'lgani hisobiga mana shunday shingib oladi, xuddi gubkaga o'xshash, shuning uchun ves ketmay qoladi. Xo'p. To'g'ri ovqatlanish interval ochlikdan farqi degan savol bor qizlar. Interval ochlik degani bu, interval ochlikka har xil rejimi bor. Masalan, 24 soat ichida bir marta ovqatlanib qolgan 23 soat och yurish. Yoki bo'lmasam 16 ga 8, 16 soat och yurasiz, 8 soat ichida ovqatlanasiz. Bir kun bittasi 12 da, bittasi 4 da, например. Shunaqa hozir internetda moda bo'lib ketdi. Qizlar intervalli ochlikda nima yesangiz yeysiz, qolgan paytlar och yurasiz, to'g'rimi? Bu narsani men sizga maslahat bermayman. Negaki? Chunki siz menga o'xshab yoki o'sha interval ochlik qilayotgan odamlarga o'xshab borib taningizni hali tekshirtirib kelmadingiz. Masalan, men o'zim tekshirtirganimda qayta aytaman qizlarjonlar, men bilan
ozayotganinglarda o't betinglar orib o'rgatgan sani ham demanglar deb qolmanglar, mani qarg'ishga qolib ketmang yoki bo'lmasam sizlarga ortiqcha расход bo'lmasin shu ozishni aytyapman qizlar. Mana shu именно intervalniy ochlik, ya'ni 16 ga 8 qilayotgan odamlar borib endokrinologdan tufagini, oshqozonini tekshirtirib, ana undan keyin ularga doktor ruxsat bergandan keyin yeyishyapti. Sizlar tana bilan o'ynashmanglar, tana yomon qiladi. Mana shu ko'zim 3 oy og'rib yurganida bitmadi, mana shu ishgani bitmadi, qaytalandi. Keyin doktor bilasizlarmi nima dedilar? Men 2 mahal ovqatlanishga o'tib qoldim dekabrda. Komoladilar, siz o't tufagingizda problemangiz bor, shuni hisobiga ko'zingiz bitmayapti. Tasavvur qiling, o't tufagi mana bitta bo'lsa, ko'zimga zarari bor. Tasavvur qiling, endi siz qaysidir kasalingiz bor, o'zi o'sha kasalingiz qimirlamay turadi, lekin siz intervalni ochlik qilyapsiz va o'sha kasalingizni qo'zg'atyapsiz yo'q joydan. Yana keyin ozish ham qolib ketadi, shu bilan dardi fikringiz faqat o'sha kasalingizni tuzatish bilan bo'ladi. Unaqa bo'lmaydi qizlar. Unaqa qilish noto'g'ri. O'shaning uchun aytyapman, intervalniy ochlikda yana bitta narsa bor. Intervalniy ochlikda, например, 23 soat och yurib 1 soat ovqatlanishda bitta kunni любой vaqt xohlasangiz kechqurungi 12 da, xohlasangiz kechqurungi 3 da, xohlasangiz kunduzi 12 da, xohlasangiz 1 da bitta paytda ovqat yeydi, hamma narsa yeydi qizlar. Shokolad ham yeydi, qurt ham yeydi, fast food ham nima yesa yeydi-da, lekin qolgan paytlar och yuradi, shuning uchun ozadi. Nimagaki odamni bir kunlik kaloriyasi eng kamida semiz odamni, mana masalan men 86 kiloda, meni bir kunlik kaloriyam 1900-2000 bo'lgan, lekin men undan 400-500 kaloriya ozgina kamroq yesam, shunda ozaman. Demakki, bitta o'tirganda odam unaqa 2000 kaloriya yemaydi. Yesa ham yesa 1500 kaloriya yeyoladi. Ya'ni burger yesa 600-700 kaloriya bo'lib ketadi. Shokolad yesa u ham 200-300 kaloriya bo'lib ketadi. Ya'ni 900-1000 kaloriya bo'ldimi? Undan keyin yana nimadir qo'shib yesa ham 1500 uzog'i kaloriya yeyoladi. Demakki, bitta odam o'shanda ham bir kunda 1500 kaloriya yeyapti-da, qolgan payt och bo'lganini hisobiga, kaloriyadan oshmayotganini hisobiga, demakki u ozyapti qizlar. Tushunasizlar? Yana aytyapti u odam sizlarga internetda o'tirib, men 16 ga masalan 24-23 ga bir qilib intervalniy goladaniya hamma narsa yeb ozyapman deyapti. Lekin o'sha odam ham ahmoq emas, yeyotgan narsasini kaloriyasini hisoblaydi. Fast food yesa ham ikkita fast food yemaydi, bitta fast food yeydi, bitta burger yeydi, bitta lavash yeydi, yoki bo'lmasam shokolad yeyotgan bo'lsa ham har kuni yemaydi. Aytmoqchi bo'lgan kaloriyadan oshirmaydi-da, lekin intervalniy goladaniya deb sizlarga ko'rsatib ozaveradi. Lekin men sizlarga buni maslahat bermayman. Shunchaki stresslasiz, asablasiz, neyrotroftalasiz, 3 mahal ovqatlanaylik, suv ichaylik, zanimatsiya qilaylik, ozaylik, hech nimani o'ylamay miyada voy narsa yegim kelyapti. Yo'q qizlar. Masalan, o'zimiz ham davlat ishida ishlaydiganlar, ishxonasida masalan постоянно klient kelib turadigan odam, masalan, eng удобныйsi qaysi kasb xodimlar? Bankka borsanglar o'tirishadi-ku qizlar, sizlarning ishinglarni hal qilib. Ana o'sha qizlar sizlarning oldinglarda narsa yeb yurishmaydi-ku. Ana o'sha qizlar 3 mahal ovqatlanishadi. 3 mahal ovqatlanishadi. Erkaklar bo'lsa, chakish uchun perikurga chiqishligi mumkin orada, lekin chiqishmaydi ortiqcha. Tualetga chiqmasa chiqmaydi umuman. Mana o'shalar ertalab ovqat yeydi, yonida stakanda suvi yoki kofesi turadi. Obedga ruxsat beradi, chiqadi yeydi. Kechki payt ishdan chiqib borib ovqatlanadi, bo'ldi. O'shalar ham och qolib o'lib qolishmayapti-yu. Demakki, biz ham o'lib qolmaymiz qizlar. Xuddi shunaqa ovqatlanishimiz kerak. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa problema joyi, qiynaladigan joyi, yana nimadir o'zinglarni qiynaydigan joylar yo'q qizlar. Bo'ldi shu. Men endi bitta savolga javob bermoqchiman. Nima sababdan men hozir bir minut SMS kelib qoldi. Nima sababdan men hozir internetda faqat tovuqlarni ko'rsatyapman, tovuq yeyapman, grechka yeyapman. Keyin yana nimaga o'zingiz masalan pilada, kosada ovqat yemayapsiz desanglar, qizlar, uyimizda hamma odamning sharoiti har xil, to'g'rimi? Bizlar uyimizda hozirgi paytda yangi yildan keyin 6-7 kun ichida Moshxo'rda, Mastava,
shunga o'xshagan sho'rva shunaqa ovqatlar yemayapmiz. Ko'pincha ovqat sotib olyapmiz, ko'pincha xamir ovqatlar qilyapmiz. Real sovuq kun bo'lganiga xamir ovqatlar qilyapmiz. Bizada mosh ovqatga bir odamni allergiyasi bor. Kimdir mastavani sevmaydi qizlar. Shuni hisobiga hammaga har xil ovqat pishira olmaganimiz uchun ham pust mana osh bo'lsin, kaloriyali, lekin to'yimli ovqatlar bo'lsin, somsa, xonim, manti, shunaqa ovqatlar uyda qilinyapti qizlar. Ko'rayotganingizlar xamir qotganimni ko'p marta qo'yyapman. Shunaqa ovqatlar yeyapmiz. Keyin bizga udobno chiqib osh olib kelish. Osh hamma yaxshi ko'radi. Hamma sizlarda ham yaxshi ko'rishsa kerak oshni. Osh olib kelyapmiz. Shuni hisobiga salatlar, olivye, mana shunaqa salat, abishindellarni ham pishirganimiz hisobiga man o'zimga отдельно ovqat pishirishimga to'g'ri kelyapti. Agar man отдельно ovqat pishirmayman, oshxo'rda mastava, обычный ovqat. U kuni masalan makaron pishirdik, uzun makaron pishirdik. Asli tegidan men makaron ovqatni sevmayman, yaxshi ko'rmayman. Lekin o'sha makaronni ham men yemadim. Uydagilar makaronni yaxshi ko'rishadi, lekin biz kam pishiramiz uyimizda. Shuning uchun makaron pishirdim. Shuni hisobiga men sizlarga ko'rsatayotganim, qizlar men sizlarga moshxo'rda mastava ovqatlarni, обычный ovqatlarni sizlarga mana qizlar men ovqat yeyolman deb ko'rsata olmayapman, to'g'risi. Men vijdonim qiynalyapti shu narsaga, lekin shunaqa narsa ovqat yemayapmiz. Обычный ovqatlar yemayotganimiz uchun men endi o'zim zo'rman, vauman deb aytmoqchi emasman. Endi hammaning oilasida har xilda qizlar. Shuning uchun kaloriyali ovqatlar, mantilar, unaqa ovqatlarni qizlar manti, xonim somsa yeganimni ko'rsatdim, chestniy bo'lib, somsa yegan. Lekin manti yemadim. Shuning uchun men sizlarga ko'rsatmadim qizlar buni. Chunki men yangi yildan keyin norinlarni shunaqa ko'p yedim, norin 4 kilo, 5 kilo norin sotib olib keldik. Shuni yeganimga mana bugun 79 bo'lib o'tiribman, zo'rg'a 7 kunda. Shuning uchun ko'rsatmayapman. Mana xudo xolisa ertaga anaqada mana ro'za kelyapti oldindan moshxo'rda mastava oddiy ovqatlarga o'tganimdan keyin men sizlarga ko'rsataman qizlar. Men o'zim ham xuddi shunaqa ovqatlanaman sizlarga aytganimdek. Xo'p, yana bitta tushunarli bo'lishi uchun bitta narsa aytib o'tib ketaman qizlar. Xo'p, qaranglar. Xos. Kletchatka nima degan savolga javob beraman. Kletchatka bu mana shu ichini tozalab, hazmni yaxshilab, tez tualetga borib, mana bitta narsani aytib ketaman-da, hozir kletchatkadan qizlar. Fikrlarim tarqadi hammasi. Lish bir o'tib ketmaydi omani. Xo'p, kletchatka mana har bitta ovqatlanganinglardan keyin katta tualetga borasizlar, ichinglar keladi-yu, mana shu sizlarni ozish jarayoninglarni haqiqatda yaxshi bo'layotganidan dalolat. Например, har tualetga borganinglarda ovqatlanib bo'lib, ayniqsa tualetga borganinglardan keyin ichinglar kelyaptimi qizlar? Demakki sizlar ozish jarayoni to'g'ri bo'lyapti sizlarda qizlar. Ichinglar kelmayaptimi, ichinglar qotyaptimi, qabziyatmi sizlarda? O'shanda qizlar xavotir olsanglar bo'ladi. Ichim qotyapti desanglar bo'ladi. Menga yozinglar, qamolaman ichim qotyapti, nima qilay deylar. Men sizlarga yordam beraman, xudo xolasa. Lekin iloji boricha suv ichib, birinchi suv, keyin salat va keyin ovqat yesanglar, men uvernaman bu gapimga, qizlar ichinglar keladi. Sразу ichinglar keladi. Va uyat bo'lsa ham, hijolatli gap bo'lsa ham aytaman, отдельно yegan yog'laringlar отдельно bo'lib ichinglar keladi. Qizlar yog' alohida keladi. Bundoq salfetkaga artganinglarda yog' keladi qizlar. Реально yog'laringlar уже ajralayotganidan dalolat. Xo'p, yana bitta savol. Qizlar, agar uyimda salatim bo'lmasa, svejiy salatim bo'lmasa, nima qilay desanglar? Qishda svejiy salat, pomidor, bodring qimmat deb o'ylaganlar uchun salat kapusta 5000 so'm turadi. Kapusta bozorda 5000 so'm turadi. O'sha 5000 so'mdan salat mana faqat karomni to'g'riysizlar, ichiga ozgina limon suvi solasizlar, zaytun yog'i solasizlar, tuz solasizlar bo'ldi. Shuni yesanglar ham, u ham kletchatka qizlar. 3000 4000 turadigan, qishni yozda 3000 4000 turadigan ko'katli ham salat qizlar. O'shani yesanglar ham, bog'ini qo'yib qo'yib o'shani yesanglar ham o'sha salat qizlar. Xo'p. Kletchatka ichinglarni yurg'izadi, hazmni yaxshilaydi, uzoq vaqt to'q tutadi qizlar. Men javob beraman bu gapga. Uzoq vaqt to'q tutadi. Undan keyin kletchatkaga kirgizsak bo'ladi, ovsyankani ham. Ertalab ovsyanka yesanglar qizlar. Men sizlarga retseptini tashlayman. Olaman, xudo xolasa. Ovsyanka yesanglar qizlar, ishoninglar, obedgacha qorninglar ochmaydi. Lekin obedgacha qornim ochmadi deb obedni buzmanglar qizlar. Obedni buzsanglar, vaqtida ovqat yemasanglar, yana aytganimdek stressga tana tushib, yog'i vess qotiramiz, chunki ovqat kelmayapti. Ovqat kelmagandan keyin yiqqan yog'larimizni bo'ldi, mana shunda ushlab turishimiz kerak, vess ketmay qoladi, ichinglar qotib qoladi qizlar.
Hop, tushundinglar, sabzavotlarda, mevalarda, don mahsulotlarida, loviya, no'xatlarda ko'p bo'ladi. Uglevod organizm uchun asosiy energiya manbai, lekin juda ham tez tugab qoladigan energiya. Например, non uglevod, tez uglevod, shakar ham tez uglevod, shirinliklar ham tez uglevod. Yeysizlar, sразу energiya beradida, tez qonninglarni ochirib qo'yadi. Yomon bu. Qayta shirin yesanglar yana yegulikka uradi, o'shani hisobiga. Murakkab uglevodlar deb, masalan, murakkab uglevodda non, guruch, makaron. Non ham murakkab bo'lgani bilan tez yoqiladigan uglevod. Hozir aytganimdek. Guruch ham yaxshi, lekin men guruchli, masalan, kaloriyasi katta ovqatlarni yeyishni maslahat bermayman, chunki guruchli ovqatlarni, masalan, kartoshka plov degan ovqat bor, toshkentcha bilsanglar, xuddi oshga o'xshab qilinadi, faqat kartoshka qo'shiladi. Ana o'sha ovqatni men yaxshi ko'rmayman, lekin qizlar yeyishardi. O'shani bir piladan ozgina kamroq yeyish kerak deyman. Chunki guruch ham semirtirmaydi-yu, lekin vес qotiradi. Kletchatkachi hazm bo'lmaydi, lekin foydali-da qizlar. Hop, nonni tushuntirdim. Nonni отказ qilmaymiz, faqat kunni birinchi yarmida yeymiz. Hop, oqsil protein, organizmning qurilish moddasi qizlar. Oqsil nimalarda bor? Musha teri, soch, hamma narsa uchun bizga oqsil kerak bo'ladi. Manbalari go'shtda, tovuq, baliq, tuxumda. Tuxum eng byudjetniy varianti. Sut mahsulotlari va loviya, no'xatda deb yozganman. Qaranglar qizlar, men o'zi ko'pincha ahamiyat bersanglar, gretskiy yogurtdan boshqa umuman sut mahsulotlar, sizmadan boshqa sut mahsulotlari, sut ichmayman. Nimaga desanglar, TTGni ko'tarib yuboradi qizlar, yuzinglarga narsa toshib ketadi. Sut mahsulotlaridan ozayotganda men iloji boricha faqat gretskiy yogurt bilan sizmadan boshqa narsa yeyishinglarni maslahat bermayman. Men buni video qilib olib chiqaman. Nima sababdaligini yozganman, konspekt qilganman va uni sizlarga tushuntiraman, lekin iloji bo'lsa sut mahsulotlaridan, kashalardan kamroq yeb turishinglarni, ichib turishinglarni maslahat beraman qizlar. Yuzinglarga bir xillarni yuziga, ayrim odam, ko'pincha odamlarning yuziga chiqadigan ugri-tugrilarni ko'pi mana shu sut mahsulotlaridan ham bo'lishi mumkin. Hop. Tushundinglar mani, go'sht, tovuqda, lekin bizga eng byudjetnisi обычный mol go'sht bilan tovuq. Lekin обычный mol go'sht men o'zim kam yeyman, nimagaki, meni ko'p vaqtimni oladi. Pishmaydi uzoq. Ezilib ketaman. Faqat ozgina bir qoshiq zaytun yog'iga tovuq go'shtini solsam pishadi, lekin ozgina zaytun yog'iga mol go'shtini solsam pishmaydi. Byudjetniy hisobida ham 1 kilo 105 ming, 100 ming bo'lsa, go'sht masalan 140 mingdan 105 mingdan 140 minggacha go'sht sotishayotgan ekan. Bo'lsa qizlar, tovuq go'shtiga 3 kilo men tovuqni file joyini, ya'ni mana bu faqat go'shtli joyi bo'ladi, file. O'sha joyni, file o'zbekchasiga bilmayman nimaligini. O'sha file joyini 100 ming, 150 ming, 120 mingga men 3-4 kilo olib 20 kun, 25 kun yeyman qizlar. Endi oqsilga kelsak, oqsil nimalar bo'ladi? Oqsil yog', kletchatka, oqsil uglevod. Ozishda eng muhim narsa oqsil deyilgan. Oqsil qaranglar, oqsil eng ko'p to'q tutadigan narsa, mushaklarni saqlaydigan narsa. Uglevod energiya beradi, lekin kamaytirish kerak deb yozganman. Uglevod energiya beradi. Nonlarni, masalan, guruchli narsalar, shirinli, shakarli narsalar umuman to'q tutadi, lekin juda ham kamaytirish kerak. Tez qorinni ochiradi. Yog' oz miqdorda. Zaytun yog'i 100 ming so'm turadi qizlar, mana shunday ozginasi. Faqat narsa qo'rayotganimda salatlarga qo'shaman, olib qo'yish kerak. Ko'proq xulosam bor, ko'proq kletchatka va ko'proq oqsil yeyish, ya'ni ko'proq salat va ko'proq ovqat dedim. Kam uglevod yegan sari ozishingiz tezlashadi, ya'ni kam non, kam shirin. Men o'zim umuman shirin choy, shakar choy, kofe shirin choy, kapuchinoni yaxshi ko'radigan odam bo'lsam, kapuchino, sutli choy, sutli narsalarni umuman ichmayman qizlar. Shakarli choy отказ. Shakar yemayotganimga qancha bo'ldi? Kecha shokolad yedingiz. Kecha shokolad yedim, lekin mana shu buning ichidagi shirin yeganim bilan kaloriyamni hisoblaganimda 133 kaloriya chiqdi va buni yeyish men uchun bir kunda ruxsat. Defisit kaloriya nima degan savolimga javob yozib olganman. Bu organizmga kerakli kaloriyadan kamroq energiya olish holati. Endi qaranglar, oldin men sizlarga kaloriya nimaligini aytaman. Qaranglar. Kaloriya bu organizmga energiya beruvchi o'lchov. Masalan, vesimizni tarozida o'lchaymiz, to'g'rimi? Masalan, grammda shakarlarni o'lchaymiz-ku, kaloriya bu organizmdagi energiyani o'lchovi, kaloriya deb nomlanadi qizlar. Masalan,
harakat qilishingiz, turishingiz, uxlashingiz, yotishingiz, siz bundoq kimgadir qarashingiz, gapirishingiz, mana shu даже dam olishingiz ham kaloriyani hisobiga, ya'ni bu narsalarning nomi kaloriya deyiladi. Va ovqatlarda ham kaloriya bor. Uglevod, oqsil, yog' har biri har xil energiya berib, har xil kaloriya hisoblanadi. Ya'ni qizlar, masalan, men sizlarga tushuntirdim. Kaloriya defitsit degani, masalan, men 2000 kaloriya bir kunda mana ko'p harakat qiladigan odam bo'lsam, masalan, doktor bunaqa deb so'raydi sizlardan. Siz qanaqa harakat qilasiz? O'tirib ishlaysizmi yo turib ishlaysizmi deydi. Masalan, men aytaman, o'tirib ishlayman deydigan bo'lsam, ha, unda siz o'tirib ishlaydigan bo'lsangiz, demakki kam energiya berasiz, kam energiya harakatlanasiz. Shuni hisobiga, demakki, men sizga kaloriyangizni hisoblayotganimda, sizni kaloriyangizni masalan, o'zi agar ko'p harakat qilsangiz, men 2,5 derdim. Lekin siz kam harakat qiladigan bo'lsangiz, men sizga 2000 kaloriya deyman. Siz o'sha 2000 kaloriyadan kamroq 500 yoki 600 kaloriya kamroq narsa yeysiz, o'shanda ozasiz deydi. Masalan, meni 80 kilodagi vesimdagi qaysidir sportchi qiz bo'lsa, u mendan men masalan hozir 1,5 kaloriya yeyotgan bo'lsam, u 2000 kaloriya yeyishi mumkin. Chunki uni обычный kun bo'yi движенияsi, harakati, ko'p harakat qiladi, ko'p mashq qiladi, shuni hisobiga u ko'p energiya yo'qotadi. Shuni hisobiga u energiyasi ko'p ketgani hisobiga ko'p ovqat yeyish kerak, ya'ni o'sha energiyani to'ldiradigan ovqat yeyish kerak va o'sha to'ldiradigan ovqatdan ozgina kamroq yemoqchi ozayotgani uchun. Lekin agar u sportchi ozmoqchi emas, faqat o'sha yegan narsasini yo'qoladigan darajada движение mashq qilgani hisobiga u 2000 kaloriya yeyishi mumkin, ammo 1,5 kaloriya yeyishi mumkin. Qizlar, men tushunyapsizlar, hayolimda tushunishyaptimi degan narsa bo'ladi, bir xilda tushundinglar qizlar. Ya'ni kaloriya sizlarni kunlik движение, kunlik harakatinglardan kelib chiqib o'lchanadigan narsa. Например, masalan, bir odam xudo ko'rmasin yotoqli rejimda bo'lsa, yotsa faqat, lekin vesi men bilan hozirgi 79 vesda bo'ladigan bo'lsa, uni kaloriyasi kelib chiqib harakatidan kelib chiqib, masalan, u 2000 kaloriya ovqat yeydigan, masalan, kaloriyasi 2000 bo'ladigan bo'lsa ham, u masalan, yo 2000 bo'la olmaydi demoqchi edim. Nimaga? Chunki u kam движение qiladi. Demakki, uni vesimda to'g'ri bo'lsa ham, baribir uni kaloriyasi pastroq bo'ladi va undan ham pastroq kaloriyada u yeb, keyin ozolaydi. Meni tushundinglar? Shuning uchun qizlar, masalan, menga doktor sizga 1900-2000 kaloriya deb aytuvdilar, o'tiradigan rejimda kam harakat qilaman, oxirgi payt montajda o'tiraman deganim uchun, demakki menga 1,5 kaloriya yeyishingiz kerak. Shundan 500 grammini olib tashlab yeysiz dedilar. Agar men hozirgi paytda 1,5 kaloriyada yeb, undan tashqari mashq qilsam, men tez ozaman qizlar. Yana lekin bitta narsa bor. Masalan, men doktor menga 1,5 kaloriyada yeysiz desalar, lekin men o'z boshimchalik qilib 1200-100 kaloriya srazi kefir yutib olib yesam, qizlar, ves qotadi. Chunki yetganimda yana bir marta aytaman, organizm stressga tushadi, xotirlanadi, yog' kelmayapti, ovqat yetarlicha kelmayapti, demak, bor ovqat yog' bazasini ushlab qolamiz, чтобы agar shunaqa qora kunlar kelib qolsa, ovqatlar yemaydigan kunlarimiz kelib qolsa, o'shanda yoqamiz deb esimizni qotirib qo'yishi mumkin. Kaloriyani men sizlarga tushuntirdim. Qarang, kunlik kaloriyani qanaqa qilib aniqlaymiz desanglar, internetda kaloriya kalkulyatorlari bor. Agar yo'q, u ham yo'q desanglar, shunchaki ChatGPT bu sizga bu paytda yordam beradi. Yoshingizni, jinsingizni, vazningizni, bo'y uzunligini yozasiz va faollik hisobga olib unga yozasiz. Masalan, men komolaman, yoshim 27da yoki 28da yoki 35da yoki 44da deb yozamiz. Masalan, undan keyin men komolaman, meni yoshim mana deganlardan keyin men ayol kishiman deydi unga. Qisminglardan siz ayol kishimi yoki kishimi bilib bo'lmaydi, u bila olmaydi ham. Xo'p, keyin bo'yim meni 1,67, 1,73 deysizlar-da. Keyin men odatda kam o'tirib ishlayman yoki men ko'p yuraman, ko'p bunaqa qilaman, menda движение bor yoki движение yo'q, kam harakatlayman deganlardan keyin u sizga kaloriyangizni hisoblab beradi. Undan keyin agar kaloriyangizni yozganingizdan keyin yana to'g'ri tushunishingiz uchun so'ranglar, men shunda qancha yeyishim kerak, vazn yo'qotishim uchun, siz sizga tushuntirib beradi.
faollikni har doimgidek aytgandek yurish kerak, sport, kardio mashqlari. Qaranglar, haftada kunda tez ozish o'rniga deb yozganman-da. Kunda tez ozish o'rniga haftada 1,5 kilo tashlasanglar, bu to'g'ri ozish, samarali ozish va qaytib vес olmaydigan ozish. Xo'p. Tushuntirdim, kaloriyani tushuntirdim. Ikkiga perikus haqida tushuntirdim. Kechga borib qornim ochyapti degan narsani ham tushuntirdim. Ertalab to'yimli ovqat yesangiz, kech payti borib umuman xudo xolasa ovqat yeydigan aniqlash bo'lmaydi. Вот, hamma narsani tushuntirdim. Ertalab vaqtli turib suv ichib, salat yeb, ovqat yeymiz, 12 obedgacha hech nima yemaymiz, faqat suv ichamiz, qaynagan suv. Undan keyin ovqatlanib olganimizdan keyin yana kech paytgacha suv ichamiz. Oxirgi ovqatlanish 18:00 da suv, salat, ovqat yeymiz, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa sizlarga gapiradigan gapim yo'q. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ozasizlar, uvernaman. Hammasi yaxshilikka qizlar. Eng muhimi sizlar bo'linglar. Men ishonaman sizlarga. Alloh bergan umrni shunaqa chiroyli qilib, shunaqa o'zingizlar xohlagan kiyimda, o'zingizlar xohlagan vaznda o'tkazishga haqqinglar bor. Va shuning uchun qizlar, bu hayot bizga bir marta beriladi. Ko'p marta aytdim, bir marta beriladi. Agar bugun qilmasangiz, bugun o'zingiz xohlagan vaznda yurmasangiz, unda qachon? Sizlar juda uzoq vaqt, yangi yillar, birinchi chisloni, dushanbani kutdinglar va o'sha narsa keldi. Va men bugun sizlar bilan bekorga shu haqida gaplashmayapman qizlar. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xudo xolasa Alloh xayrli qilsin qizlar, ozishinglarni. 7 kunda 82,5dan 79,5ga tushdim. Ya'ni bu degani o'sha yiqqan vesimni sekin astalik bilan, to'g'ri ovqatlanish bilan tashadim qizlar. Sirazi 2 kunda dikillab olib, ovqat yeb olib, ovqat yemasdan kefir qilib unaqa qilmadim qizlar, mumkin emas. Va kechki paytda o'zim ham inakda obedda, ertalab kechki payt ovqat qorninglar ochib qolmasligi uchun ertalab va obedda to'yimli ovqatlansanglar, o'sha kechki payt qorninglar ochib qolmaydi. O'zim ko'pincha chiya urug'i bilan kefir yoki gretskiy yogurt solib yeyman. O'sha ham qorninglarni to'q tutadi qizlar. Va aytmoqchi bo'lganim oxirgi gaplar qizlar, o'zingizlar xohlagan vezda modellarimda ko'rsanglar, shunaqa manekenda chiroyli turadi deb qo'ying, olib kiysanglar, qorningiz bu yoqqa, popingiz bu yoqqa, mana bunaqa joy, bir xillarni mana bunaqa joylar bilan semirishadi. Xudoga shukur, men unaqacha mamlarim bilan semirmayman. Meni har doim tepam ozg'in ko'rinadi, ozg'in bo'ladi. Shunaqa xohlagan kiyimlarni kiy olmasanglar, неужели odamlarga, qaysidir insonga, eringlarga, qaynona hammaga vaqt ajratdinglar umringlar mobaynida, farzandinglarga. Неужели o'zinglar uchun vaqt ajratmaysizlar? O'zinglar uchun e'tiborli bo'lmaysizlar, o'zinglarni yaxshi ko'rmaysizlar qizlar. Odam o'zini yaxshi ko'rish uchun, bu yaxshi ko'rish degani o'zi sog'liqli ovqatlanish, to'g'ri ovqatlanadi va xudo xolasa ana undan keyin qizlar sizlarda o'xshaydi hamma narsa. Inshaalloh men uvernaman bunga. Men sizlarga yaxshi ozib olishinglarni, o'zinglar xohlagan vezga tushib olishinglarni tilayman xudo xolasa. Va men 24 ga 7 qizlar sizlar bilan svязdaman. Nima savolinglar bo'lsa, hammasini menga beringlar. Men xudo xolasa qo'limdan kelgancha sizlarga ozishinglarga yordam beraman. Meni shunchalik kuzatganinglar uchun rahmat sizlarga. YouTube profilimga, Instagram profilimga, Telegramimga obuna bo'lib olinglar qizlar. Hali xudo xolasa birgalikda shunaqa chiroyli vaznda ozamiz. Shunaqa hammasi xayrli bo'ladi. Bu yil xudo xolasa biz hammamiz o'zimiz xohlagan vesimizga yetib olamiz. Meni tilim bor. Endi har doim ko'p marta aytganman, savollar o'qidimda. O'zi necha kilo bo'lib ozmoqchisiz deb. Endi men ko'rinishimga qarayman. Например, juda ham ozg'in bo'lib, kiyimga yarashmaydigan bo'lishni ham xohlamayman. Va xudo xolasa o'zim xohlagan vesimga yetganimda men sizlarga qizlar qanaqa qilib vaznni to'xtatishni ham o'rgataman. Ya'ni bitta vesda vaznni ushlab yurish. Nimaga aytyapman qizlar? Nimaga intervalniy голодание qilmanglar deyapman? Chunki men o'zim intervalniy голоданиеda ozgan odamman. Agar intervalniy голоданиеda hamma narsani отказ qilib, целый день narsa yemasdan faqat o'sha paytda narsa yeb yursanglar, baribir o'sha narsa bir kun sizlarni charchatadi. Kimnidir uyiga borganinglarda ovqatlanib, masalan, mehmonlarga borganinglarda faqat sizlarni u narsa charchatadi, tugaydi va o'sha intervalniy голоданиеni tashlaganinglardan keyin ha deydi, mana nima qilinglar. Tananglar aytadi, qara deydi, men shuncha payt stress yurdim deydi, ana endi narsa yeganingda deydi, men keyingi safar sani shunaqa
tanam san stressga tushib qolmasligi uchun kam narsa yesang ham man ko'p qilib yog' bazasini yig'ib qo'yaman deydi. Sразу вес oborasizlar. Sразу вес oborasizlar. Shuning uchun tanani stressga tushirmasdan postepенно bir haftada 1 kilo, 2 kilo, yarim kilo ozib, sekin lekin tanani stressga tushirmasdan, xotirlantirmasdan tanani yoki bemalol yog' yoqsam bo'larkan, bu bemalol vaqtida ovqatlanyapti, vaqtida narsa yeyapti, молодец, yaxshi. Hech qanaqa yog' bazani ushlab turmayman. Vaqtida ovqat kelyapti tanaga deb turib, organizm aqlli, Alloh bizani aqlli yaratgan, mukammal qilib yaratgan deyman-ku. Shunaqa qilib qizlar cho'chitmasdan tanani ozishimiz kerak. Tushunarli bo'ldi. O'shanda men sizlarga intervalniy голодание haftada bir kunda 2 mahal ovqatlaninglar deb yurganim bilan bu narsani bir kun to'xtatasizlar, tashlaysizlar, keyin men sizlarga yordam bera olmayman qizlar. Bo'ldi, intervalniy голоданиеdan keyin qanaqa qilib vес ushlab turish uchun men sizlarga yordam bera olmayman. Lekin menga o'xshab men aytgan rejimda to'g'ri ovqatlanib yursanglar, например, mehmonga bordinglar, to'g'rimi? Mehmonga bordinglar, obed vaqtida bordinglar. Obed vaqtida borganinglarda yoki o'rtoqlaringlar bilan ko'rishishinglar kerak bo'lsa ham уже kuninglarni rejaga solishni boshlaysizlar. Qizlar soat 4 da ko'rishamiz desa, qizlar aytasizlar, qizlar men soat 4 da sizlar bilan ko'rishadigan bo'lsam, men faqat kofe ichaman, bilyapsizlar. Meni sizlarni yaxshi ko'radigan odam sizlarni fikringlarni hurmat qiladi-da. Bilyapsizlar, men soat 4 da yeyolmayman, sizlar bilan o'tiraman, lekin men kofe ichaman faqat yoki qora kofe ichaman yoki bo'lmasam faqat suv ichaman qizlar desanglar, ular unda qachon sen ovqat yeya olasan desa, men soat 6 da ovqat yeya olaman, 5:30larda ko'rishsak bo'ladi, 10-15 minutda ovqat dasturxonga kelsa, o'shandan yeya olaman desanglar, qizlar undan keyin kuninglarni tartiblashni boshlaysizlar. Undan keyin bemalol mehmondorchilikka borganinglarda ham bemalol hamma narsa yeya olasizlar. Dasturxon ustida nima narsa bo'lsa, ozgina-ozginadan yeyishga o'rganasizlar. Birinchi suv ichib olasizlar, qaynagan suv, undan keyin salat yeb olasizlar. Baribir o'zbek to'ylarida svejiy salatlar baribir qo'yishadi, pomidor bodringlar bo'ladi, ko'katli bo'ladi, o'shandan yeb olasizlar. Undan keyin baribir первый, второй ovqatda bittasida suyuq keladi. Yoki mehmondorchilikka borsanglar, kafega borsanglar, bemalol suyuq ovqatni zakaz qilsanglar bo'ladi. O'shandan yeysizlar, keragini qoninglar to'yadi, ko'zinglar ham to'yishni boshlaydi va hech qachon bu to'g'ri ovqatlarni tashlab yubormaysizlar. Ya'ni ishonchli umringlarning oxirigacha ham shunaqa ovqatlanib yura olasizlar. Например, qaysidir o'rtog'ingiz bugun sen bilan anaqa bu narsa yeb televizor ko'ramiz yoki anaqa kino ko'ramiz desa, mayli, kino ko'ramiz, faqat men ovqatlanadigan paytimizda ko'ramiz yoki bo'lmasa anaqa snack qilasiz, hech qanaqa перекуslasiz, shunchaki kino ko'ramiz. Tushunasizlar? Har safar og'zida narsa solsanglar, insulin ko'tarib yuboradi. Ya'ni har safar перекус qilganinglarda qizlar endi oshqozon dam olib, mana bu yog'larni hammasini ishlatayotgan paytda, yoqayotgan paytda sizlar yana og'zingizga narsa solsanglar, oshqozon yana ishlaydi-da, hay deydi, to'xta deydi. Bu yog' shu yerda turib tursin, mana bu oshqozondagi ovqatni energiya qilib beramiz, o'sha yog' ichida yog'i bo'lsa, o'shani yoqamiz, mana bu yog'lar qovuradi deydi. Shuni hisobiga перекус bizga qizlar kerak emas. Perekussiz shunchaki 3 mahal ovqatlanamiz va to'g'ri ovqatlanishni vernaman man sizga. To'g'ri ovqatlanish man sizlarga o'rgatyapman. Sog'lom turmush tarzini sizlarga o'rgatyapman qizlar. Meni kuzatganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Sizlarni g'oyibona hammanglarni quchoqlayman, o'paman. Yaxshi yuringlar har doim va meni aytganimdek hamma profillarimga Instagram, YouTube profilimga obuna bo'linglar. Xudo xolisa YouTube'da 1000 ta bo'lganimizdan keyin mana shu videoni ko'p o'rtog'inglarga yuborib qo'ysanglar, like bosib qo'ysanglar, qo'ng'iroqcha bosib qo'ysanglar, 1000 ta bo'lganimdan keyin YouTube'da promo efirlar qilaman. Birgalikda hammamiz retseptlar qilamiz. Nima kunimda keyin shunaqa plan qilaman, mashq qilayotgan paytimda YouTube'dan promo efir yoqib qo'yib sizlar bilan birga mashq qilmoqchiman inshaalloh. Instagramda hozir 1000 ta odam bo'lmasa promo efir qilmaydigan bo'lib qolibdi. Shuning uchun xudo xolasa Instagramda ham aktiv bo'lib, o'rtoqlarga jo'natib, Instagramimga ham 1000 ta follower qilsak, unda ham promo efir qilib sizlar bilan birga mashqlar qilib, hozir retseptlar olib yurishni inshaalloh niyatidaman. Hammanglarga rahmat. Ketkazgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Salomat bo'linglar.